Bugun men sizlarga Yaponiya meditsina sohasi e'tirof qilgan birdan-bir qayta tirilgan odam degan odamning hikoyasini so'zlab turman. Uning orqasida yana o'zimizning yerlik hikoyalar bor. Buni boshlab ketaylik. Bu Yaponiya meditsina sohasi e'tirof qilgan bu qayta tirilgan odamning ismi Kiuchi Tsuruhikoke. Hamda buni davlat tilida buni Muni Hyan deydigan. Bu hozirgi kasbi hamda shu maxsus quyruqliq yulduzlarni tadqiq qiladigan yoki izlaydigan, bayqaydigan odam ekanda bu. Shu ikki quyruqli yulduzning ismi shuning ismi bilan atalgan ekan. Bu odam 22 yosh vaqtlarida Yaponiyaning havo mudofaa armiyasida vazifa o'tab qilayotgan vaqtlarda nihoyat kam uchraydigan bir xil mushuk barmoq uchi yollig'ining yana bir xili bor ekan. Bu butun dunyoda hozir 120 qitim ko'rilgan shunday bir kasal ekanda, shu uning oldidagilarning hech qaysisi hayot qolmagan, hatta o'lish nisbati 100% ham bak oz uchraydigan kasalga giribdor bo'lib qoldi ekan. Shunday kasalga giribdor bo'lib, bu doktorxonada yetib, hamda doktorlarmi amal yo'q buningga, bunday kasal saqayib boqmagan deb umidni uzib o'tgan shunday kunlarning birida bu shu yotgan vaqtida tuyuqsiz bir nur oldiga ko'ringandek bo'ldi ekanda buning. Bu shuning bilan shu nurdan badandan ko'tarilib, shu nurdan o'tib bir shu keng ketgan bir yayloqdek bir berib qolgan. Hamda jiq shundoq o'lim girdobdan qaytib kelganlar yo bo'lmasa gipnoz qilganlar shundoq bordiq deydigan bu shundoq bor ekanda. Berib uya qarasa bir daryo bor ekan. Shu daryoning ustida paliqi yo'q bir kiyimi bor ekan, kichik qo'lvoq. Bu shu qo'lvoqqa o'ltirib shu daryoning muhitiga o'tar ekan. Bir chaqirgandek bo'libdi. Shu o'tib qarasa u yerda bir ayol, ya'ni 3-4 odam buni qarshilayotgan. Shu bu qanday olib ketdi deb yinaga bor ekan. Berib qarasa yiliqqa chaqirgan ayol o'zining kichik vaqtida ko'ygan, ammo kichik vaqtida tugab ketgan bir homiz ekanda. Bu hammomkan bu deydi ekan. Angacha keyindagilarga diqqat qilsa birsi mush yaqinda bir voqeada qazo qilib ketgan bir nevraksi chiqib hammasidek tugab ketgan urug'da qoldir ekanda. Men bu kaptimanda mishaga deb o'ylaydi ekan. Shu angacha osmondan bir seriq nur chiqargan bir yo'lak bir narsa ko'rinib, ish oshnasi bir ayolning yuzi ko'rindi ekan. Bu kimdan deb shundoq qarab turishiga birisi keyniga tortgandek bo'libla bu. Shu o'zining doktorxonada yotgan badaniga qaytib kelganda, avvalgi manzaralarning hammasi yo'qolib ketib, doktorxonaga qaytib keldi ekan. Qaytib kelgan ekan, men tushkunga o'xshayman deb o'ylaydi ekan. Qarasa opasi yonida o'tiribdi ekan. Dadasi past tarafda, karavotning tuvan tarafida o'tiribdi ekan. Shundan bu endi opamga gap qilay deb turishiga opasi qarab qo'rqishdi ekanda, silkib buni. Silkisi bu ancha his qilmaydi ekan, ammo opasi silkib yig'lab ketar ekan. Yig'lab bilan voy bu yo'qoldi, qaytishiga o'xshaydi deb yugurib chiqdi ekan. Bu shuning bilan dada men sog' deb opasi ketgan ekan dadasiga men sog' deydi desa, dadasi anglamay, dadasi mana ansirab jiddiylashib ketar ekanda. Bu shuning bilan doktorlarni chaqiraychi bo'ldi deb yendalik doktor chaqirgan knopka bor-ku. Shuni bossa, qo'l ashnachiga kiriktir ekanda, o'tib ketar ekan, bisilmaydi ekan. Voy bu qanday olib qoldi deb shu keyinimda qarasa, qopib o'zi yotganda. Shundan bu endi rost ketibdi menda deb opam nerede opamni bir ko'rib olsam, ajab yugurib chiqdi qoldi debdi. Shu opisini o'ylagan shu daqiqada bir tortilgandek bo'libla opasi teshiga chiqib bir telefon qildi ekan. Tuqqanlarga ketib qoldi deb uqtirish qilmoqchiman, telefon qilayotgan yeriga qolibdi-da. Shuning bilan voy bu yerga qoldim deb opasi qarab turibdi, opasi ko'mabdi buni. Bu shuning bilan qarab turib kimga telefon qilyapti deb gapiga diqqat qilsa, hadilariga qilib ekanda, mana qaytish bo'ldi deb. Bu hadilari yo'ldoshining mashinasiga o'ltirib doktorxonaga qarab kelibdi ekan. Shu hadilariga telefon kelganini o'ylab turishiga bu g'orliqib hadilarining mashinasiga kelibdi-da.
Eşeni körüptü endi. Hedilerinin nim deyatqanlaryny anglapdy. Şunun bilen bu his kapdy-da men näge barmansam şu ýerge bara alaymenken-go. Bu makanyň çeklemesinden gutulupdym-a dep özüme anjy-munjy bir näme bilgenden ken makanyň çeklemesinden gutuldum, endi zamanynkiden, ýani wagtnynkiden gutulandym ýok dep kiçik wagtyny oýlapdy-da. Bunun kiçik wagtyda bir iş bopdy eken. Uşo 6 ýaş wagtlarda hädisi bilen oýnap tagnyň berisinde oýnapatgan wagtda muşu tuýuksuz aş kiçik wagtda kulkunyňda birsi dikkat kıl dep toktutup goýupdy eken-de galdygy meňwatgan wagtyda. Şu dikkat kıl diýen çykyşı bilen bu bal toktap gapdy. Ki aldydan çoň bir taş tagdan düşüp aldydan ötüp ketgenken. Şu bir gep bilen şu kiçik wagtda aştak bir aman gapdy eken-de bu. Lekin hazırgyça hemde bu kimniň dikkat kıl diýenini ukmaýdy eken. Bu aş işini eslep şu wagtga berip gapdy-da, oýlagandan killa. Garşy ras özüniň aş kiçik wagty ketip bargan. Şunuň bilen aş adamdy. Aş iş esi kilip dikkat kıl dep şundak dep goýupdy. Ras diýendek taş aldy ötüp gitdi. Demek bu şu özüniň kiçik wagtydaky özüni muşundak bolup gutguzgan eken-de. Endi bu iş hemde o kiçik balalyň çoňuga wagtda yüzbegen işte muşundak galaýmykan wagtdan muşundak galaýmykan bolupdyr eken. Muş özüňlamda ratlap oýlap baksaňlar buldy bu zat kandak dep. Şunuň bilen bu o wagtnyň çeklemesini buza alaymenken, men zady kançylyk şirakka bara alayman dep bu. Özü biladigan bir burunky devirde ýaşagan bir şair ýazgan adam bu eken. Şu adamny oýlaýdy eken. Şunu oýlusly gartlykyp aşa adamnyň ýynyga berip galdy eken. 500 ýyl burunky adam-da o. Berip goýgandan ken bu endi aşa adamnyň eňiňe kirdi eken. Özümde a adamnyň köz nezirinde kördü eken-de aşa adamnyň gollarynda hat ýyzyp atganlaryny görüp bu adamny kontrol kıla aladigan bu galdy eken. Şondan bu endi bir iz kaldyryp goýaý dep oýladymy aşu özüniň isminiň arasyndaky çürü diýen hatny, ýani turna diýen hatke o döwlet dilinde H bago, H diýen turnygy aşu hatny ýyzyp atgan şiiri gystyryp goýup çykdy eken-de bu. Şu aşyndak işlerini kılıp bu üýege berip etak ýürgenden ken bir çagda tuýuksuzla ýana jaýyp gaýtkandek bolady eken. Bu plan eken. Garşy gözüň asty doktorlar etrapyda. Ýani ýa özüň belinden gaýtyp kelgende. Vay mödüz görüldi, bu sakyp kaldy dep heýran kalady eken. Şu uşugy kep uksa aralykda 1,5 saat ötken eken-de. Bu aş aralykda nurgun işlerini goýupdy. Şundan ken sakyp çykan eken bu doktorhandan. Endi şunuň tirilgini endi Ýaponiýanyň medisina saýasy bu birden bir muşundak bir ölüp bir tirilgen adam dep etirap gylyp başda kylady eken. Bu toğrusy materiallaryny bek çykdy görseňler boldy. Bu şu sakyp doktorhandan çykkandan ken hädilerge dep berdi eken-de muşdak. Başda bir halatlarny başdan keçirip geldi dese anç işenmeýdi hädiler belkim çüşkügen saýa hyýalaňda diýdi dese ýa men aşçagda sizleriň maşynaga çykdym. Sizleriň nime diýişgeni bolany aldym dep başa dep berýatgan hädiler telefonda diýişgen gepni hemen dep berdi eken. Dep berse hädiler meýran kaldy eken. Andan bu özüniň ýylyky 500 ýyl burun bir şeýerge ismini ýazyp goýgan emasmy? Şoňda aşu şaýyryň ewlatlaryny izleýdi eken. izde tepip bularning avlodlari hozirgacha ham ajdodlarning shu she'rlarini, nasabnomalarini saqlab odatlari bor bularning. Shu buyurib mushta ishdi men ko'rib baqsam bulamda 500 yil burun mustaq bir she'r yozib ketgan mustaq qilib qo'ygan desa uzoq hamdi ha deb qolganda nima ish qilsanglar shu 500 yil burungi ajdodining yozgan bir she'ri bor ekan. Bular hozirgacha saqlab kelayotgan ekan. Hamda o she'rning mazmunida şu turna yani H yani hamda o yaponcha çürü degan nim bilan munosabatlik hech qanday bir narsa yo'q ekanda o she'rda. Lekin bir xato yozib qo'yganga o'xshashlashdiq bir xat yozilib qolgan keshiga. Bu avlodlari ham hozirgacha nima ish qilishda yozib qo'ygan bu nima ish she'rda çürü degan xat bo'ladi deb hozirgacha bilmay kelayotgan ekan. Ma bola kelib mana degandan keyin deb ularni ishini ekan.
Keyin shuning bilan bu hamda kitobdan birini chiqardi ekan. Baki hozirmi setilib yotibdi uning kitoblari. U kitobida hamda shu 30 minut jarayonini ko'rgan ishlarning hammani yozib chiqibdi-da. Masalan, 15 ming yil mushtaq 15 ming yil burungi borsam yer sharining yoniga bir planet keldi, ustida suvlar bor ekan, yer sharining tortish kuchi bilan u suvning hammasini yer shari qilib, yer sharida cho'ng kelkin kelib ketdi. U suvi qolmagan planet yer sharining tortish kuchi bilan yajroq ketami yo yaqin kelami atrofida aylanadigan bu qoldi deb shu oyni ashtaq deb birikanda. Buning ustida dengizdagi hozirgi suvlar ashuna ustidan kelgan deb. Ashta nima deb yozibdi kitoblarga. Andan keyin yana bir kelgusi to'g'riliq bir nima ekan. Bu rasmi yog'ami bularni o'qimaymiz ham kitobiga shundoq yozibdi bu. Ya qalaymikan jo'yilib qo'ydimi? Ammo haliqi Churu degan xatni yozib qo'yganlari, hadisning gaplarini anglaganlari ular ekan. Qiziqsanglar, ostiga yozib qo'yay, shu bo'yicha izlab boqsanglar bo'ldi. Mana bu birinchi hikoya.